Qahhorov ham unga yaqindan yordam bergan. Demak, boshladik do'stlar. Birinchi raund darhol oldinga boryapti. Tojikiston vakili Shahzod esa o'z ishini qilishga o'tib ketdi. Ha, Shoh Barba nomi bilan tanilgan hamyurtimiz erkin kurash bazasi va mana shunday tarzda raqibini parterga olib tushyapti do'stlar. O'zaro keskin kurash ketdi boshida shu 30 soniya mobaynida kim kimni takedown qilish bo'yicha, lekin oxiri baribir Shahzodbek g'alaba qozondi mana shu kurashda. Hozir esa nazorat endi Shahzod yo'ldoshida. Andijon viloyati Asaka tumanidan Shahzod oyog'ini berib qo'ydi, ehtiyot bo'lish kerak. G'oribtovchi uslubga o'tdi. O'zi oyog'idan jarohati bor edi. Yaqinda aynan o'sha tizza qismidan jarohat olganda chiqib keta oldi do'stlar. Yaxshi. Keta oldi. Juda ham murosasiz jang do'stlar. Ha, oson raqib yo'q. Bot takrorlayapmiz. Kart juda ham ajoyib ko'rinish olgan do'stlar. Yaxshi. Yapti hozir Shahzod. Takedownga harakat. Nursulton Ro'ziboyev ko'rinish berdi bizga. Demak, u ham arenada ekan. Sharabulev ham shu yerda, balki Mangu 2 da biz ularni qarab. Ajoyib. To'g'rida yo'llangan chap qo'l zarbasi, asosiy zarbani chap qo'lda yo'llaydi. Raqib o'zida ekanligini ko'rsatyapti, zarbalar berib, lekin hamyurtimiz bosimni davom ettiryapti. Bo'g'ish uslubiga o'tib ketadimi? Ajoyib. Ajoyib. Muddatdan avvalgi g'alabaga harakat. Lekin hozircha biroz o'ng tarafga tashlash kerak albatta o'zini. Ha, qo'li bilan himoyalanyapti-da. Agar o'sha qo'lini tarafga, yaxshi o'ng tarafga yotib oldi. Ajoyib. Oyoqlarini qulflab olsa agar oyog'ini, yo'q, bermayapti hozircha. O'nlikda jang o'tkazgan Ayyom Habirov 9 ta g'alaba va 3 mag'lubiyat. Shahzod esa 13 ta g'alaba davom etyapti mana bu harakat. Mana endi juda ham qulay vaziyat oxiriga yetkaza oladimi? Lekin o'zida raqibi hozircha libosini ushlamaslikni uqtiryapti. Referi mana yanada qiyin holatga tushib boryapti. Tobora Habirov dosh berdi do'stlar. Biroz katta kuch sarflab yubordi-da ushbu vaziyatda yo'ldosh. Mana Nursulton Ro'ziboyev ehtiyot bo'lish kerak mana bunday seriyalardan. Nursulton Ro'ziboyevning bu vajohatiga hozir men ham chiqib yutib qo'yaman raqibni. E'tibor bersangiz yuzda anchagina vajohat bor. Albatta, u shogirdlari jang qilsa o'zi doimo shunday jon kuydiradi. Ha. 1,5 daqiqa vaqt bor bu birinchi raundda. Esa Habirovdan ajoyib takedown. Bilasizmi, Tojikiston havaskor MMA'da jahonda yetakchilardan sanaladi. Mana shu holatni bermaslik kerak. Big mountga o'tib oyoqlarini qulflab olmaslik kerak, bermaslik kerak. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Shahzod biroz dosh berish lozim. Mana shunday yaxshi chiqib keta oldi. Raqib ham yetarlicha mana shu kurash mahoratiga ega ekan. Ha, jangovar sambo bo'yicha o'sha sport ustasi ekanligi aytib o'tildi va bir qator turnirlarda g'alaba qozongan ekan. Yaxshi. 20 soniya. Bilasizmi, Shohroq o'sha bo'g'ish vaqtida juda katta kuch sarflab yubordi Shahzod. Mana so'nggi soniyalar o'tib boryapti do'stlar. Yaxshi, ehtiyot bo'lish kerak. Qarama-qarshi zarbalar ko'rdik. Har ikkisiniki aniq bo'ldi. Shahzodga zudlik bilan tanaffus kerak. Menimcha biroz raundning oxirida o'zini
Demak, ikkinchi raund do'stlar. Boshlandi. Juda ham qiziqarli jang. Mana chap qo'l aniq, ikkinchi zarba aniq. Low kick. Bunday zarbalarda Shahzod Takedownga harakat qilyapti. bunda himoyasi bor albatta Shahzodni. Habirov osonlikcha boy bermayapti vaziyatlarda ham. Navbatdagisi orqa qo'l. Bu esa oxirga yetadimi? Keskin kurash mana shu pozitsiya uchun Ushbu raundni bermaslik kerak Shohrux. albatta bermaslik kerak. Habirov ham ancha erkin harakat qilyapti. Ajoyib. Oxirga yetkaza olmadi. Yaxshi bir aylanib chiqib keta oldi Habirov ham. Yomon harakat qilma, qarang, anchagina to'liqda. Shahzodda yaxshi kutib oldi. Biroz ko'proq ko'zga tashlanyapti. Habirov hozir erkinroq harakat qilyapti demoqchiman. Shu sababdan bu yog'iga uning foydasi ishlab ketdi. Yaxshi tanaga. Navbatdagisi aniq. Yaxshi. O'tyapti. Shohrux Endi mana chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi o'tyapti. Negadir yana hozir Habirovda ham endi men charchoq alomatini ko'ryapman. Hozir aytishim bilanoq qandaydir unda ham bir yuzida qandaydir bir ajoyib emotsiyalarni ko'ryapman. Ikkala jangchi ham toliqqan ko'rinishadi. Bu esa albatta faqat bizniki charchagandan ko'ra yaxshiroq. Yo'q, o'tkazib yubormaslik lozim. Yo'ldashev biroz mayli, biroz tin olsa, biroz kerak mana shunday dam. Albatta bunday vaziyatda miya dam olmaydi faqat. Har soniyada xavfni sezib turadi. Pozitsiya yomon biz uchun. Iloji boricha to'g'irlash kerak. Obar. Setkaga obarish kerak. Mana shunday tarzda. Yo'q, chiqib keta olyapti. Ajoyib. Yo'ldashev. Oldiroqqa surilish lozim. Gard holati. Mana 2 daqiqa bor. Ustunlikni ta'minlashi mumkin nazorat bilan, zarbalar bilan. Biroz yana oldiroqqa. O'sha jag qismiga tirab olgan holda boshini mana shunday. Endi zarba kerak. Shahzod referi esa chapaklarni chalyapti. Albatta bu olqish emas, bu tezroq ishlanglar, bo'lmasa turgizamiz degani. Vaziyatni o'z tomoniga og'dira olyapti endi Habirov. Mount holati juda ham qiyin vaziyat. Ketma-ket zarbalar. Bek Mount oyog'ini qulflab oldi. Biroz aylanish kerak Shahzod. Mana shu yaxshi. Hozir oyoqlar blokdan chiqib ketdi, lekin baribir nazorat raqibda xavfli holatda turibdi. Mana endi oyoqlarni ham to'g'rilab oldi. Biroz xavfli holat yuzaga kelmoqda. 1 daqiqa qolganda shu raund oxiriga chidab berish kerak. Ikkalasi ham to'liqdi. Juda katta kuch sarflashdi. Oson emas bu maydon ichida turmoq. Deyishadi-ku, bermaslik kerak Shahzod. Juda qiyin vaziyat. Bir qo'l nazorat qilyapti. Yaxshi. Bermadi. 30 soniya Shahzod, lekin vaziyat boy berilyapti-da, Shohrux baribir. Yo'q, bu raund katta ehtimol bilan boy berib bo'lindi menimcha. Shunchaki kuchni tejash kerak bu yerda hozir. Bu yerda ortiqcha harakat faqatgina ziyonga ishlaydi. Keyingi raundda iloji boricha harakat qilish kerak. Keyingi raundda yaqqol ustunlik qilish kerak. Besh soniya do'stlar. Tan olish kerak, raqib haqiqatdan
Hozircha demak ikkinchi raundga ham qo'ya salmoqchi yetkazmasdan qo'yishga, lekin agar iloji bo'lsa mutlaqo ustunlik tutishdi. Takedownga darhol harakat qilyapti Shahzod, ammo o'xshamadi bu urinish va yaqin masofada zarbalar ketma-ketligi davom etyapti. Navbatdagisi oxiriga yetkaza oladimi? Astoydil harakat qilyapti Shahzod. Nazorat bor har qalay. Mana shu nazoratni kuchaytirish kerak. Ushbu nazoratni qo'yib yubormaslik kerak. Oyoqlarini o'tkazishga harakat qilyapti, lekin tajribali Xabirov bunga himoya topa olyapti hozircha. Ham mana shunday tizza zarbalarini yo'llagan holda Bahromjon Ro'ziyev 3-raundda amalga oshirgan ishni qilaverish kerak. Muxlislar qo'llab-quvvatlash kuchaymoqda muxlislar tomonidan. Darhol orqaga. Xuddi mana shunday. Bu albatta qo'shimcha kuch bo'ladi. Shahzod Yo'ldoshovga har qalay o'z uyingda 4 devor ham yordam degandek. Bugun Shahzod qo'yib yubormaslik kerak. Ha, yaxshi, mustahkam ushlab olgan holda tizza zarbalarini yo'llayverish kerak. Hali oldinda deyarli 4 daqiqa bor. Ha. Qo'llarni o'tkazib olish kerak Shahzod. Turib olyapti. Baribir chiqib ketdi. Endi Xabirov takedown amalga oshirmoqchi. Yaxshi himoya qo'ydi hozir Shahzod ushbu yo'nalishga. Lekin hali hamon kurash davom etyapti. Hozir menimcha yana takedownga harakat bo'ladi. Chap qo'lni ishga solamiz. O'tyapti Shahzod. Orqa qo'l o'tyapti. Mana. Yaxshi. Nega o'tyapti-ku? Shunchaki takedowndan himoya va zarba kerak Shahzod. Balki murabbiylar bilan ishlangan qandaydir bir taktika bo'lishi mumkin. O'sha reja bo'yicha ishlayapti Shahzod. Ikkilik asosan suyangani yo'q. Shunchaki masofadan mana shunday zarbalar bilan Shahzod tegdi. Bitta zarba va yaxshi. Shu pozitsiyani endi bermaslik kerak Shahzod. Hamma shunday zarbalar ketma-ketligi amalga oshiraverish kerak. Raqib baylanma harakatlar bilan chiqib olmoqchi yo'q, qo'yib yubormoqchi emas Shahzod. Ajoyib. Hozir davom etamiz Shahzod. Ko'rdingizmi, kameraga qarab ko'z qisib qo'ydimi yoki menga shunday tuyuldimi? Xuddi shunday bo'ldi. Bitta tizza zarbasi kerak Shahzod. Yaxshi. Mana shunday ruhda davom etamiz. Ha. Yon tomondan nazoratni endi amalga oshiradi. Hamyurtimiz. Hammerfist. Qo'yib yubormaslik kerak. Orqaga o'tib olish kerak Shahzod. O'tish kerak edi orqaga. Navbat endi Xabirovda bu nazoratni amalga oshirmoqchi. Albatta, kuch ham ikkala jangchida bepayon emas, kuchlar ham oxiriga yetib boryapti. Bermaslik kerak. Mana endi har bir pozitsiya so'nggi bo'lishi mumkin. Turamiz Shahzod. Aylanamiz. So'nggi daqiqa boshlandi. Yaxshi. Turdik oyoqqa. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Faollash kerak. Yo'ldoshev. Tizza zarbasi. Bitta ko'raylik shu zarbani.